Hurmatli tomoshabinlar, mana shu yemdan foydalanyapman. Bu yerda hozir makkani maydasi, arpani maydasi, bug'doyni maydasi kepaga aralashgan. 4 xil yemimiz. Keyin sizga mana bunda bug'doyni maydalangani, makka qo'shilgan, bunga ham xuddi semichka qo'shilgan, semichkani maydalangani, keyin mahsar maydalangani, zig'ir maydalangani, keyin podsolishni masla, suyagi uni, ishqilib bir 15 xilga yaqin vitaminli yemlar. Hozir qanday qilib berishni men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir video davomida tomosha qilinglar. Tavuqlar zo'r tuxum qiladi, natija yaxshi bo'ladi. Shu ko'rinishda kamina suv solamiz. Mana shu ko'rinishga keladi, mana. Nam emas, toza xo'lam emas. Keyin buni beramiz. Mana tavuqlar intilyapti. Donga deb. Keyin buni bunday qilib qo'yamiz o'rtaga. Tavuqlar keyin talashib biyarmon yeydi. Iloji boricha oxircha yasab qo'yish kerak. Oxircha yasab qo'ysalaring boyagi yemni ichiga, tog'orani ichiga kirib olmaydi. Talashmay yeydi. Bu yerdagilar ham mana bizga ham deb kutyapti.